Assalamu alaikum. Yaxşımısınızlar, yaxşımısınızlar. Samolyot opozaniya bilan uçup hazır bemorlarımız kütüp turardik. Endi azgina kütüp oturibmiz. Şimdi ko'chada yuribmiz. Vaqtni o'tishini qaranglar, necha cheklanishib o'tib turibdi, necha tez o'tib turibdi. Ertaga kelma kirkib. Aralarida shu do'st birodarlarimiz, qarindoshlarimiz endi internetda bir gapni aytadigan bo'lib ketdilar, ya bir narsa deb o'ylamanglar. Her kim her xil tushunib netmesin. Kırkanada aytın deyen insanlar belki o adamlar kimliklerinden bilinmem, doğrusu benim yadımdan çıkıp ketken. Endi bu narsalarni o'zi qabul qilishni o'zi sal qiyin bo'lar ekan, baribir güçlü menda bo'lish ekan. Bu ne получается? Оказывается, hammayam güçlü insanlar ham dedik. Ertaga shu do'st birodarlarimiz nelar, shu ertaga aytdim.